Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Mana xudo xolasa yana bir fayzli xonadonimizni fasadlarini tugatdik. Sizlarga tavsiya etamiz xudo xolasa fasadlarini. Kimga shunday chiroyli fasadlar kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa chiroyli qilib beramiz. İşlarimizga baho berasizlar. Shoplari ham, sveskalari ham hammasi cho'tga tushgan. Bu yerimiz yarmisi prama devor ustidan bo'lgan. Qolgan yarmimiz 90 kvadratimiz termopanel ko'krakli varianti bo'lgan. Bunga mana shunday chiroyli fasadlar kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Bitgan holatini bo'yayapmiz. Bu yerimiz Qo'shrabot tumani Zarmitan Ko'kalla qishlog'i. Chiroyli bo'lib turibdi. İşimizni yakunlaganiga bir haftacha bo'ldi. Bu yerimiz tublet variant, ko'krakli variant bo'ldi, termopanel. Biz ustidan gipikamen deb berdik. Mana shunday chiroyli fasadlar kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Travertin attachentda qilib beraveramiz. Ustalarimiz chiroyli qilib uydagilar ham minnatdor. Xudo xolasa. Hamma tomoni cho'tga chiqdi. Manzara просто bomba. Mazza mayibga qiladigan joylar. Hani bobomiz xudo xolasa uy egasi. Bobo ustalardan qanday minnatdorsizmi? Rahmat, salomat bo'lsin. Mehnatlarga rozisizmi? Topgan tutganiga baraka bersin, ishlar rivojini bersin. Rahmat mana. Mana uyda ma'murda qilib berdi. Yaxshi bo'ldi mana. Yaxshi kunlarga yetaylik. Shunday bo'lsin, to'ylar bo'lsin, to'ylarga aytingizlar keling. Kelingizlar. Sog'lik bo'lsin, salomatlik bo'lsin, hammasi bo'lib beradi Xudo xolasa asosda. Ishlaringizni rivojini bersin. Alloh. Amin, Alloh akbar.